Assalomu alaykum mini traktor ishqibozlari, akalar, ukalar. Yangi video olishda davom etamiz. Yangi kelgan mini traktorlarimizni arzonroqlarini imkoniyat darajada ko'rsatib o'tishga harakat qilamiz. Bunimiz ko'rsatib turgan mini traktorimiz Zubr 1 porshinli oldi orqa tortadigan 4x4, ya'ni mini traktorimiz bo'ladi. Kardanli emas, remelli varianti, narxi arzonroq. Mana bu 2 porshindan 4 porshingacha bo'lgan mini traktorlarimizga imkoniyati yetmaydiganlarga, ya'ni bular faqat 4 tala bilan tortadi. Hozir ko'pchilikka 4 tala bilan tortgani yaxshi, shuning uchun arzonrog'ini ko'rsatyapman. Bunimiz 1 porshinli 4x4, oldi balon ham, orqa balon ham tortadi akalar. Mana ko'rishingiz mumkin. Tagidan alohida orqadan o's o'tgan, mana ko'rishingiz mumkin. Korobkadan oldida ham tortaveradi bemalol. Tog'larda, balandliklarga olib ketishyapti. Xudo xolasa ish beradigan mini traktorimiz. Mana bunda 1 porshinli faqat orqasi tortadigan traktorlarimiz ham bor, lekin ish bermaydi deb nima qiladiganlarga bu ham ish beradi, lekin imkoniyatga qarab. Bunimiz ozgina razisasi bilan 4 tala balonni ham tortadi. Mana orqasida insholarini ko'rishingiz mumkin. Katta traktorlardan qo'yilgan. Insholari bosadi обязательно. 2 korpus pullik tortadi. Biri 30 gacha, biri 40 gacha bo'lgan frezalarni ishlatadi bemalol. Bemalol ishlatsalar ham bo'ladi. Orqasida qishloq xo'jaligi chiqqan, mana ko'rishlaring mumkin. Orqa baloni ayniqsa bularniki legrovka bo'ladi. Teskari qilib qotirsalaring ham bo'laveradi. Shu holatda kengaytirib toraytirsalaring ham bo'laveradi. 70, 76, 60 agatlarga tushaveradi. Xo'p, bunimizda motori, zavodskiy pasportlarini ko'rsatib o'taman. Mana ko'rishlaring mumkin. 1130, 1135 markali eng katta zuburlarimizda zuburlarimiz ichida eng kattasi, ya'ni 1135. Zuburlarimiz 35 ot kuchlisi deyiladi. 1105 dan 1125 gacha 1135 eng kattasi. Oldi balonlari 614 lik bo'ladi. Qolganlarida 612 lik, 614 lik ustki balondan bo'ladi, ya'ni ingichka bo'ladi. Mana ko'rishingiz mumkin. Oldi tortmaydigan bilan oldi tortadiganni balonini farqi va baquvvat bo'ladi. O'ta toshli joylarda ham haydasalaring bo'laveradi. Bemalol skorlari 4 tayu quyon toshbaqa skori bilan 6 ta bo'ladi. 1105 larnikiga o'xshab sidinasi legrovkali bo'ladi. Oldinga, orqaga, holatiga qarab siljitishlaring bo'laveradi. Motorlari radiatorli bo'ladi akalar. Radiatorli katta motordan qo'yilgan bo'ladi. Mana ko'rishingiz mumkin. Radiatorli katta motordan bo'ladi. Anjom motor deyiladi ko'pchilik. Yo'q, anjom motor emas, Xitoydagi. Ham shkifi o'ng tarafda bo'lardiki, ko'p zuburlardiki chap tarafda bo'ladi. 1110, 1100, 1105 traktorlarimizda chap tarafida bo'ladi. Bulardiki o'ng tarafida statorli motor, mana ko'rishingiz mumkin. Mana qishloq xo'jaligini ishlatadigan narsasi. Qishloq xo'jaligini uzib ulaydigani, ya'ni mana skorlari, sepleni, tormoz, gaz, rushnoy gaz, hamma narsasi bor. Bemalol murojaat qilishlaring mumkin. Salarka datchiklari va akkumulyatorimizni quvvati 12,5, 13 gacha bo'ladi. Bularning eng tushib ketgan holati 9, 9,5 bo'ladi. O'tayotganlaringda dinamo bor akalar. Bemalol akkumulyatorga zaryad beradi. Akkumulyator ham katta akkumulyatordan qo'yilgan bo'ladi. Murojaat qilishlaring mumkin. Narxi akalar 53 million 500 ming so'm, 55 million, 57 milliongacha sotilgan bu traktorlar. Narxini arzonroq qilib beryapmiz. Bu traktorga nisbatan jinday qimmatroq, lekin oldi ham tortadi, orqasi ham tortadi. Bemalol katta pritseplarda ham ulab ishlatsalaring bo'laveradi va hamma turdagi mini traktorlarimiz, kombaynlarimiz hammasi bizda mavjud. Manzilimiz Toshkentdan Vodiyga kirib kelaverishda yo'lda bo'yida joylashgan magazin.